Shofoz xonanda serqirra ijodkor Rahmatjon Bosoniboyev ijrosidagi to'ylar muborak sadolari bilan davramizga yoshlarimizni taklif qilamiz. Marhamat san'atkorlar. Shu qo'shma bilan 2 yosh baxtli bo'lsin.
özlerinden kırmayısın. Hulayım farzatları köp olsun. Allah hulamımızı bir iş oynadan bekarımız her birimizni barchamizni yedirsin. Tebrikler o'tiring Maqsud aka. Nasib opa, hulayim farzandli aqtli bo'ldi degan maqsaddan bundan da kattaroq davralarni ko'rib o'tirman. Nasib qilsin.